Shu misolda aytish uchun logarifm a ko'ra b ayrilgan logarifm a ko'ra s xossasidan foydalanamiz. Ya'ni bu logarifm a ko'ra b taqsim s bo'lib qoladi. Shundan kelib chiqib, misolni yechimi bo'yicha biz logarifm 5 asosga ko'ra ildizda 10 taqsim ildizda 2 qilib olishimiz mumkin. Buni logarifm 5 asosga ko'ra 10 taqsim 2 qilib yozib olishimiz mumkin ildiz xossasiga ko'ra. Keyin logarifm 5 asosga ko'ra ildizda 5. Uni davom ettiradigan bo'lsak, logarifm 5 asosga ko'ra 5 ning 1 taqsim 2 qilib olishimiz mumkin. Endi logarifmda yana bitta xossasi bor. Daraja o'rniga nima bo'ladi? Tushadi. 1 taqsim 2 logarifm 5 asosga ko'ra 5. Mana shu joyi 1 ni beradi. 1 ni bersa 1 taqsim 2 ni 1 ga ko'paytirsa baribir 1 taqsim 2 chiqadi.